Nima bo'lasan? Onam Uni? onamning uylarini kanalizatsiyasi buzilibdi. Tanish santexnikingiz yo'qmi? Shunaqa demaysanmi? Yuram yo'rildi. Hozir hal qilaman. Aka bir. Hadi. Sanda santexnik nomeri bormi? Berishmi? Ha, bordi aka, tashavvur. Dadasi, Nima bo'lasan? uyda ishlar ozgina ko'payib ketganda bolalarni bog'chadan ola olasizmi? Bo'lsa ishlari qilib. Hozir bolaga iltimos qilaman. Hozir, ato, mashina borib, bolalarni bog'chadan olaylik iltimos. Gap yo'q, o'rtoq, momo yo'q, keting. Bobur, menga qara. Hal qilaman deysan-ku, o'zingni reshala qilib ko'rsatish yaxshi ko'rasan-a? O'zi qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Hamma ishini mana biz hal qilamiz. Farruh. Erkak kishining ikkinchi ismi bor, bilasan? Qanaqa? Hal qilaman. Nimani hal qilaman? Erkak kishining ikkinchi ismini hal qilaman. Erkak kishiga onasi, opasi, singlisi, ayoli kim qanaqa muammo bilan telefon qilishdan qat'iy nazar hal qilaman deyish kerak. Biz erkak kishimiz. Agar biz hal qilib bermasak, ular begonaga borib iltimos qilmaylik, to'g'rimi? Men sandan boshqa o'rtoqlarni iltimos qilib hal qildirarman ishimni. Lekin ularni o'ziga tashlab qo'ysam, ular borib boshqa begona erkakdan iltimos qiladimi? Agar singling, opang, ayoling o'z ishini, o'z muammosini o'zi hal qilishga o'rgansa, natijasini ko'tara olmaysizlar, bolalar. O'zi qachon hal qilib bergansiz? To'g'risini aytsam, ayol kishining fitrati shunaqa. Bir marta, ikki marta, uch marta aytadi. Qila olmadingizmi? Yoki muammoyni o'zing hal qil dedingizmi? O'zi hal qilishga o'rganadi. O'zi hal qilishga o'rgandimi, sizni hurmat qilmaslikni boshlaydi. Sizdan so'ramasa ko'chaga chiqib ketishni boshlaydi. Sizni oyoq osti qilishni boshlaydi. Odam o'rnida ko'rmaslikni boshlaydi. Bu uyda o'zim erkak, o'zim ayol bo'lsam. Bitta nozik masalaga e'tibor bermaymiz. Ajrashish, ichki nizo, urush chanqish, oilaviy muvozanatni buzilishi ayol kishi o'z vazifasini bajarmasligidan, erkak kishi o'z vazifasini bajarmasligidan kelib chiqadi. Bolalar, hamma narsani o'zimiz hal qilishimiz kerak. Ayol kishiga tashlab qo'ymasdan. O'zim hal qilaman. Baribir qo'lingizdan kelmaydi-yu. Ayolning har bir xatosida biz erkaklarning aybimiz bor. O'zi qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Hamma ishini mana biz hal qilamiz. O'zingni reshala qilib ko'rsatish yaxshi ko'rasan-a?